Assalomu alaykum, Feraz agentstvining obunachilari. Omona dunyoda omon yuribsizmi, qadrdonim? Bugungi obzorimiz Buxoro shahar 6-mikrorayondan 4 etajga domning 4-etajda 3 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramiz hujjatda 3 xonalik, lekin 5 ta xonadan iborat. Sizlarga obzorlarni ko'rsatib o'tamiz, yana qolgan ma'lumotlarimizni yetkazamiz, qadrdonim. Eshikdan kirgan vaqtimiz kengina perxo'shcha qismimiz, bemalol bu yoqqa garderoblar qo'ysangiz bo'ladi. Ana bu esa bizning katalar xonasi. Bemalol katalar xonasi trezalar almashtirilgan, alyuminiy radiatorlar qo'yilgan, qadrdonim. Ana bu esa bitta xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham kengina, hamma qulaylikka ega, konditsioner bor, trezalar akvabilgan, alyuminiy radiatorlar qo'yilgan. Xonamizning balandligi 3 metr. Qadrdonim, bizning obzorni ko'ryapsiz, like bosishni ayamang. Bizning obzorni do'stlaringizga tarqatishingizni so'rab qolaman. Ana bu bizning 3-xonamiz, qadrdonim. 3-xonamiz ham kengina 6 metrlik balkonga qo'shilgan. Bemalol hamma qulaylikka ega sharoit, domimiz vetrini, qadrdonlar, domimiz vetrini, muammo yo'q. Ana bu 4-xonamiz. Bu xonamizni farzandlaringiz uchun bemalol dars qilishga sharoit qilib bersangiz ham bo'ladi, yotishga sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Ana bu bizning 5-xonamiz. 5-xonamiz ham bemalol kengina, chuguniy radiatorlar qo'yilgan, trezalari akva bo'lgan, qadrdonlar. Bizning obzorimizni ko'ryapsiz, bu do'stlaringizga tarqating. Shu territoriyadan 6-mikrorayon do'stlaringiz, yaqinlaringiz kvartira qidirib yurgan bo'lsa, ularga tarqatishlarini so'rab qolaman. Bu bizning hojatxonamiz va samishni bo'lgan потолокgacha kafil qilgan, qadrdonlarim. Ana bu esa bizning kuxnimiz balkonga chiqqan. Bu yerda o'tirib ovqatlanishga sharoit qilib qo'yganlar. Bu yer esa 6 metrlik balkonimizning yarmi kuxni bo'lgan, qadrdonlarim. Kvartiramizni lokatsiyasini ham bir marta aytaman, qadrdonlarim. 6-mikrorayon Faiz Pavrovdan 4 etajga domning 4-etaj, 3 xonalik hujjatda, dokumentda, xonamiz esa 5 ta xonadan iborat. Kvartiramiz narxini xonadonimiz egalari aytdilar-ku, 40 ming deylar, yo'q dedik, 39 ming deylar, yo'q dedik, 38 ming deylar, yo'q dedik. Bu yoq kelishdik, ikkilamchi kreditni ham rasmiylashtirib beramiz. Narxini qancha deysiz, qadrdonim? Bitta like bo'lsa aytaman. Narxini u yoq kelishdik, 36 ming deb baholadik. Yana savdolashga zazovchasi bor, naqd pul bilan keling, bemalol. Qadrdonim, bu obzorimizni do'stingizga tarqating. Shu 6-mikrorayondan kim variant qidirib yurgan bo'lsa, o'shaga tarqatishingizni so'rab qolamiz. 6-mikrorayon territoriyasi vahshiy joy bo'lib, turistik park bo'lib, stadion bo'lib, yangi O'zbekiston bo'lib, qadrdonim. Hamma sharoitga ega. Mashqqa muammo yo'q. Feraz agentstvida obuna bo'lishni unutmang, qadrdonim. Like bosishni ayamang. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' omonat dunyoda omon bo'ling, qadrdonim. Soqqani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ketdik, like bosmadingizlar. Mayli, ko'ramiz bir kun.